o'tirsam bo'ladimi? O'tir, tez chiq. Ana xijolat bu bamita turibdi deyapti merada. Birinchi kamitda xursandchilik endi. O'tir ukam. Oting nima? Mahmud. Mahmud, nima ish qilasan? Shu yerda balon qoraytirib yuraman. Balon qarab turibsan. Malades. Qalay ekan, mashina yoqdimi? Zo'r ekan. Gap yo'q. Nimaga bunaqa ish qilib yuribsan, balon qoraytiradigan? Oila boqish kerak. Kim bor uyda? Ota-ona, Oyim bor. adangcha? Adam tashib ketdilar. Mayli, siqilma. Hech qisi yo'q. Inshaalloh adang yana keladilar sizlarning oldinglarga. Ukalaring bormi? Ukam bor. Necha pul topyapsan kuniga? 60 ming, 70 ming. Mana bu ukam Abdush o'sha. Rahmat. Xursandmisan endi? Xursandman, rahmat. Xudo xolasa mana shunaqa mashinalarda yurgin sanamonmi? Inshaalloh. Oyingni aytganini qilgan. Bu pulni nima qilasan? Qani aytchi? Oyimga bu narsa olib boraman, endi xursand qilaman. Bo'ldi, baraka top. Mana shunaqa qilgan. Oyingga yaxshi narsalar olib borgan, tushundingmi? Oying sendan ko'p narsalar kutadi. Xo'p, rahmat. Mana jigar, bos.